Germaniya bog'chalarida farzandingiz yiqilib tushdi daraxtdan yoki bo'lmasa lat yedi. Unda bog'cha opalar qanday chora ko'rishadi? Muhammad Amin kecha yiqilib tushibdi. Bog'chada shunaqa holatlar yuz beradi. Keyin har doim agar ozroq yiqilib tushsa ham, shunchaki oyog'i bilan yoki bilmayman, shunaqa holat bo'ladi. Doimiy bolalar bilan. Shunaqa vaqtda mana bunaqa qog'oz beradi. Bu qog'oz bolang lat yedi. Misol uchun men bunda aytgan, bolang bog'da yiqilib tushdi deb turib ota-onani ogohlantirish maqsadida shunaqa qog'oz yozib beradi. Bolangiz bog'chadan olishga borganingizda bilasiz nima holat yuz berganini. Keyin mana shunaqa muz qo'yibdi. O'ng qo'lida yiqilibdi. Shunaqa qilib nima qo'yganini ham muz qo'ydik keyin deb turib yozib bergan. Pips und die haben ich nicht gesehen, weil er Nagel hat. Boshqa Germaniyadagi o'zbek ota-onalar bilan gaplashganimda, bolalar boshqa bog'chaga boradi. Ular aytadiki, bizning bog'chamizda ba'zilarda shunaqa ekan. Yiqilib tushsa ham ozgina, misol bizga yozib beryapti-yu, bizni chaqirayotgan yo'q. Ota-onalarni chaqirarkan, misol uchun 8 bo'lishi mumkin, 9 bo'lishi mumkin. Ota-ona ishda bo'lishi mumkin. Bola yiqilib tushdi, olib ket yoki shunaqaroq mazmunda telefon qilarkan, to'g'risi men shu vaqtda shukr qildim. Bizning bog'chamizda har qalay unaqa emas deb, shunaqa holatlar yuz beradi. Bu holatga fikringiz qanaqa? Sizning bolalarningiz boradigan bog'chada shunaqa holatlar yuz berganda, bog'cha opalar qanaqa yechim topishadi yoki sizga ham telefon qilishadimi, shunaqa qilib yozib beradi.